Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь с Юлею. И вот я словно темплиту за Юлей, амурный клюбик, подойти боюсь я к Юле. Вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Но как-то утром я решил сделать первый шаг. Купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл и спел медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково,
одинаково. И пусть банально и не талантливо, ну как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл хит всех выпускных. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. Ma'rifatsiz elat maqsadda jam bo'lmas. Ma'rifatli o'lka yotga qaram bo'lmas. Agar maktab quyosh ersa, ilm nurdir, fikrsiz bosh ichra hattoki sham bo'lmas. O'qing, fikri yorug' avlod kerak yurtga va ertangi taraqqiyot kerak yurtga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli mehmonlar, qadrli ustozlar, aziz yoshlar.
Bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida yuksak ma'rifatli avlod 3-Renessans poydevori shoiri ostida so'nggi qo'ng'iroq tadbirlarini tashkil etilmoqda. Bu kun bilimga chanqoq beg'ubor orzular qanotidagi yoshlar va mehridaryo ustozlar, farzandi kamolini ko'rib quvonayotgan ota-onalar uchun chin ma'noda bayram. Shunday ekan, keling, ayni damda bitiruvchilarimizni sahnaga taklif qilamiz. Assalom ona yurt tonglar o'lkasi. Tarif tavsifingning yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq. Bu o'zbek elining o'z madhiyasi. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat madhiyasi.
va hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan ta'lim sifatini oshirish, yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini kengaytirish va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha muhim islohotlar va amaliy ishlar olib borilmoqda. Ayni shu ishlar natijasida maktablarimiz yangi qiyofa kasb etib, bitiruvchilarning jamiyat hayotida munosib o'rin egallashlari uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tabrigini o'qib eshittirish va bugungi bayramimizni ochib berish uchun so'z Yonboshqali ovul fuqarolar yig'ini raisi Yo'ldoshev Ravshan akaga beramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli bitiruvchilar, hurmatli ota-onalar, ustozlar. Bugun bitiruvchilar sizlar uchun bir quvonchli kun. Hayotga qadam qo'yapsizlar. Sizlarni tabriklayman. Hurmatli ota-onalar, ustozlar, sizlarni tabriklayman. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tabrigini o'qib eshittirish uchun so'z Hamrayev G'ulomjon akaga. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, onalar, bitiruvchi yoshlar, sizlarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tabrigini o'qib eshittirmoqchiman. Mamlakatimiz maktablarini bitiruvchi o'g'il-qizlarimizga, aziz farzandlarim, hurmatli ustoz va murabbiylar, muhtaram ota-onalar, bugun mamlakatimizdagi barcha umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroqlar yangrab, bayram tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Mana shu hayajonli damlarda 472 ming nafar o'g'il-qizlarimiz maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanma olmoqda. Ana shunday unutilmas ayyom bilan barchangizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Biz bugun kelajak rejalarini tuzayotgan sizdek farzandlarimiz timsolida yangi O'zbekistonni dunyoga tarannum etadigan bunyodkor kuchni ko'ramiz. Joriy yil birinchi marta 11 ming nafardan ziyod farzandlarimiz maktabni oltin va kumush medallar bilan tamomlamoqda. Bunday intiluvchan o'g'il-qizlarimiz kelajakda ham o'z tengdoshlarining namuna bo'lib yurtimiz taraqqiyoti munosib hissa qo'shadi deb ishonaman. Har bir maktab bitiruvchisining hayotda munosib o'rin egallashi uning hozirgi kunda katta kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etyapmiz. Albatta, bugungi bitiruvchi ertangi muhandis, shifokor, olim, shoir va adib, tadbirkor degani. Bugungi bitiruvchi 3-Renessans bunyodkori degani sizlar yangi O'zbekistonning eng katta ishonchli va tayanchisiz. Aziz bitiruvchilar, o'zingiz ko'ryapsiz, bugun hayot ham, mehnat bozoridagi talab ham shiddat bilan o'zgarib bormoqda. Yangi kasblar paydo bo'lyapti. Til, kasb, kompyuter savodxonligi va mustaqil daromad topish ko'nikmasi egallash muhim zaruriyatga aylanmoqda. Mehnat bozori endi avval hujjat emas, amaliy bilim, malaka va natija so'rayapti. Qadrli farzandlarim, bugungi tez o'zgarayotgan davrda hayotga, uning keskin talablariga tayyor bo'lish bu eng muhim vazifa. Ushbu yo'lda sizlar uchun eng yaqin do'st va ishonchli kuch qurol kitobdir. Chunki kitob nur, ilm va ibrat manbai. Ko'p kitob o'qigan inson hech qachon to'g'ri yo'ldan adashmaydi. Kuchli iroda, keng dunyoqarashga ega bo'ladi. Men ishonaman, sizlarning orangizdan ham ana shunday millat qahramonlari, yangi O'zbekistonning iftiqorlari yetishib chiqadi. Bu dunyoda har bir ongli inson ota-onasi, ustozlari va el yurti ishonchini oqlashga intilib yashaydi. Inson uchun eng ulug' baxt, ulkan sharaf aslida shu. Siz bugun maktabini tugatdingiz, lekin katta hayot maktabi endi boshlanmoqda. Men sizlarga ana shunday tengsiz baxt, yuksak sadoqat egasi bo'lishlaringizni tilayman. Oldingizga katta maqsadlar, qo'shimcha hech qachon qo'rqmang. O'zingiz ishonib hamisha olg'a boring. Doimo o'zgarishlar, islohotlar ruhi bilan yashaydigan avlod bo'ling. Shu yo'ldagi ilk qadamlaringiz qutlug' va barakali bo'lsin. Barchangizga baxt va omad hamisha yor, aziz farzandlarim. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Rahmat.
qayda edi ustoz bo'lmasa? Ulfon qayda edi ustoz bo'lmasa? Sohib Qur'on qayda? Navoiy qayda? Cho'lpon qayda edi ustoz bo'lmasa? Muallim atalgan, buyuk atalgan, ardoqlangan, mudom suyuk atalgan, 6 asr avval ko'kka qadalgan Narvon qayda edi ustoz bo'lmasa? Endigi navbatni bitiruvchilarimiz ishtirokida vals. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Lost in the words that we scream. I don't even wanna do this anymore, 'cause you already know what you mean to me, and our love's the only war worth fighting for. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you, right next to you, next to you, right next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while and die with a smile. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Hamda 2025-2026 o'quv yilida fan olimpiadalar, ko'rik tanlovlarda va sport musobaqalarida ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallagan hamda o'zining namunali xulqi bilan tengdoshlariga o'rnak bo'lgan o'quvchilar, shuningdek jonkuyar, ijodkor o'qituvchilar maktab ma'muriyatining faxriy yorliqlari bilan taqdirlanadi. Taqdirlash uchun so'zni maktabimiz direktori Sapayeva Matluba opaga beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, hurmatli ota-onalar, muhtaram ustozlar. Mana bugun butun O'zbekiston bo'ylab shu bitiruvchilarimiz hammasida hayajon, ilohim shularning yuzlari yorug' bo'lsin.
kelgusi ishlarida, o'qishlarida omadlar tilab qolgan holda mana shu yerda 11 yil o'qib, o'zining ijodkorligi bilan, o'zining tarbiyasi bilan, o'zining namunasi bilan, o'zining xulqi bilan ko'rsatgan o'quvchilarimizni hozir agar ruxsat bersangiz taqdirlab qo'yamiz. O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 47-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 11A sinf o'quvchisi Paraxatova Jansaya Jengiz qizi 2025-2026 o'quv yilida O'zbek davlat tili fanidan fan olimpiadasining respublika bosqichida yaxshi natija ko'rsatganligi uchun taqdirlanadi. Yana shunday To'rtko'l tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 47-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 11A sinf o'quvchisi Jo'ldasova Manzura Beknazar qizi 2025-2026 o'quv yilida qozoq tili va adabiyoti fanidan fan olimpiada tuman bosqichida yaxshi natija ko'rsatganligi uchun taqdirlanadi. Ustozlarimiz taklif qilamiz faxriylarni taqdirlashga. Keling ustozlar. Ravshan aka, bo'lsak To'rtko'l tumani maktabgacha va maktab bo'limiga qarashli 47-umumiy o'rta ta'lim maktabini 11A sinf o'quvchisi Paraxatov Adilbek 2025-26 o'quv yilida sport, yugurish, shaxmat turi bo'yicha ko'rsatgan yaxshi natijalari uchun taqdirlaymiz. Davom ettiradigan bo'lsak 11A sinf o'quvchisi Nurmag'ambetov Nurshad 2025-26 o'quv yilida dzyudo turi bo'yicha musobaqa ko'rsatkichida yaxshi natijalar ko'rsatgani uchun taqdirlaymiz. To'rtko'l tumani maktabgacha va maktab bo'limiga qarashli 47-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11A sinf o'quvchisi Saburova Araylim Hayratdin qizi 2025-26 o'quv yilida qozoq tili va adabiyoti fani fan olimpiadasida tuman bosqichida yaxshi natija ko'rsatganligi uchun taqdirlanadi. 47-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11A sinf o'quvchisi Shayxislom va Arujan Jarqinbek qizi 2025-26 o'quv yilida informatika va axborot texnologiyalari fanidan xalqaro fan olimpiadasida yaxshi natijalarga ega bo'lganligi uchun taqdirlanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi Kengeshbayev Jandoz Ospan uli 2025-26 o'quv yilida sport, shaxmat va shashka turlarida faxrli o'rinni egallaganligi uchun taqdirlanadi. Sitnazarov Yerjan Qurbong'ali uli 2025-26 o'quv yilida sport dzyudo turi bo'yicha musobaqada yaxshi natijaga erishganligi uchun taqdirlanadi. 47-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11A sinf o'quvchisi Abibullayeva Aygerim Aytmurat qizi 2025-26 o'quv yilida qozoq tili va adabiyoti fanidan fan olimpiadasining tuman bosqichida yaxshi natijaga egallagani uchun taqdirlanadi. 47-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11A sinf o'quvchisi Musayev Rinat Nurjabayeva 2025-26 o'quv yilida sportning dzyudo turi bo'yicha musobaqada yaxshi natija ko'rsatganligi uchun taqdirlanadi. 11A sinf o'quvchisi Nursalimova Botako'z 2025-26 o'quv yilida sportning shaxmat turi bo'yicha musobaqada yaxshi natija ko'rsatganligi uchun taqdirlanadi. O'rinbosarov Nurjan To'laganov 2025
2025-26 yilida sport turiga musobaqasi uchun, yugurish turi musobaqasi uchun taqdirlanadi. Rashidova Mahinur 2025-26 o'quv yilidagi fan olimpiadalarida faol ishtiroki uchun faxriyorlik bilan taqdirlanadi. 47-maktabning 11-B sinf o'quvchisi Turmonov Sanjar 2025-26 o'quv yilida sportning shaxmat, shashka, yugurish musobaqalarida aktiv qatnashganligi uchun taqdirlanadi. Qarashli 47-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-B sinf o'quvchisi Ataxonov Muhammad Zohid Baxtjon o'g'li 2025-26 o'quv yilida sport musobaqalarida yaxshi natijalarga erishgani uchun taqdirlanadi. To'rtko'l tumani maktabgacha va maktab bo'limiga qarashli 47-sonli umumta'lim maktabning 11-B sinf o'quvchisi Hakimbayeva Mashhura 2025-26 o'quv yilida olimpiadada, tadbirlarda faol ishtiroki uchun taqdirlanadi. Maktabning 11-B sinf o'quvchisi Yusupova Kunduz 2025-26 o'quv yilida fan olimpiadalarida faol ishtiroki uchun taqdirlanadi. Davom etadigan bo'lsak, yana 11-B sinf o'quvchisi Rimberdiyeva Asalxon 2025-26 o'quv yilida fan olimpiadalarida faol ishtiroki uchun taqdirlanadi. To'rtko'l tumani Mashli 47-maktabning 11-B sinf o'quvchisi O'rinbayeva Zuhra 2025-26 o'quv yilida fan olimpiadalarida kitobxonlikda faol ishtiroki uchun taqdirlanadi. To'rtko'l tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 47-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-B sinf o'quvchisi Almiyatov Anvarbek o'zining xulqi atvari tarbiyasi uchun va eng faol odobli o'quvchi bo'lgani uchun taqdirlanadi. Endigi navbatni 4-A sinf o'quvchilari ishtirokida qirg'izcha raqs. Now
kardeşiz bir kumarga batalım. Batalım, batalım. Dağlara katlanay, uçuklara katlanay, dalganalı yarışkanay, hırmı çatlanay, anlayaram bin duran, albayı bulduman, canlı deniz bilmesi, canındasın duman, anlayaram bin duran, albayı bulduman, canlı deniz bilmesi, canındasın, canındasın, canındasın duman. Bugun juda ajoyib kun, to'g'rimi? Qarang, ustozlar ham, o'quvchilarning ham yuraklari shodlik va hayajonga to'lgan. Bolalikning eng qo'noq, unutilmas totli damlarini birga o'tkazgan sinfdoshlar bugun uchirmoq-quch bo'lib parvozga shay holda turibdi. Qunt ila 40 hunar olmoqqa shaxt aylang. Shamoldan ham shakar olmoqqa shaxt aylang. Zamondada yugurib ilg'or bo'lib, kashf har ilmdan samar olmoqqa shaxt aylang. O'qing qudrat ila shuhrat kerak yurtga, ma'rifatga tashna millat kerak yurtga. Endigi navbatni bitiruvchi qizlarimiz ishtirokida o'zbekcha raqs. Hayrona, hayrona. Nagah ko'rinib ko'chada ul sarvehraman, qosh qoqdi ketdi. Nagah ko'rinib ko'chada ul sarvehraman, qosh qoqdi ketdi. Qosh uchida ibo qilib ol jubbasilar zon, bir boqdi ketdi. Ul sho'x pari ko'zlar ofat so'zi otash, hay hay ne javohir bir sheva qilib etdi meni o'ziga hayron, ush yoqdi ketdi. Bir sheva qilib etdi meni o'ziga hayron, ush yoqdi ketdi. Bir boqdi ketdi, o't yoqdi ketdi, hay hay ne javohir zor etdi ketdi. Bir boqdi ketdi, o't yoqdi ketdi, hay hay ne javohir zor etdi ketdi. javohir zorit qilib ketdik. Bir boqdi-yu ketdik, o't yoqdi-yu ketdik. Hay hay
javohir hushi yoqdi-yu ketdi. Bir boqdi-yu ketdi, o't yoqdi-yu ketdi. Hay hay ne javohir zor etdi-yu ketdi. Hay hay ne javohir zor etdi-yu ketdi. Endigi navbatni 4-B sinf o'quvchilari ishtirokida raqs. Davramiz senla go'zal, kelayla xurram do'stim. Doirangni chal, mana bugun bayram do'stim. Davramiz senla go'zal, kelayla xurram do'stim. Doirangni chal, mana bugun bayram do'stim. Dunyo hayron bo'ylasin, havas qilib to'ymasin. Dunyo hayron bo'ylasin, havas qilib to'ymasin. Bizga jo'r bo'lib o'ynasin, bizga jo'r bo'lib o'ynasin. Doirangni chal, mana bugun bayram do'stim. Doirangni chal, yayra bugun bayram do'stim. Davramiz senla go'zal, kelayla xurram do'stim. Doirangni chal, mana bugun bayram do'stim. Davramiz senla go'zal, kelayla xurram do'stim. Doirangni chal, mana bugun bayram do'stim. Mana bugun bayram do'stim. Mana bugun bayram do'stim. Yayra bugun bayram do'stim. Ishtirokchilar keling, bugun nuroniy ustozlarimizga so'z bersak. Bibugul opa va Kumsay opa. Aziz otalar, ustozlar, o'quvchilar, mana bugun qo'ng'iroq bayram ekan. Bayram barchamizga muborak bo'lsin. Aziz o'quvchilarimiz, sizlarning katta hayotga qo'yayotgan ilk qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Hayotda qoqilmasdan o'zlaringiz xohlagan o'qish o'rinlariga kirib, yaxshi bir inson bo'lib yetishishlaringizga tilakdoshman. Assalomu alaykum ota-onalar, ustozlar. Bugungi 25-may so'ng qo'ng'iroq kechasi bayramdan chiqaringizga qutlug' bo'layversin. Bayramdan aman yashab yuravergaymiz. Bugun mening 11-A yangi yilda
Şimdi okuşlarının sonuna konuları eкен. Осы бүгінгі мерекелерін оқушылардың бәріне де құтты бола берсін. Міне кешеңдер кеше ғана мектепке келіп қалам қойып, бірінші сыныпта отырып оқып бастап едіңдер. Міне көзді ашып жұмғанша уақыттың өткені сонша зымырап барады. Не болса, бүгін оқыған мектептеріңменен, оқыған ұстаздарыңменен қоштасып отырсыңдар. Не деймін сендерге, қайтта болсаңдар да бірінші денсаулық болсын, дендерің сау болсын, аман болын, аман жүріңдер. Мына алғандағы емтиханды жақсы бағалармен бітіріп, осы кезге дейін өздерің аңсап, мен болса оқуға түсемін деген ойларың бар шығар. Осы оқуларыңа түсіп, келешекте елге пайдаларын тиетін ол қыздар болып жетсіңдер. Күннің оқушысы дегенде, қайсы мектепті бітірді дегенде, осы мектебіміздің атын, абырайын көтеріп жүретін ол қыздар болыңдар. Дендерің сау болсын, ата-аналарың алдында аман жүре беріңдер құдайым. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, 11-ші сынып бітіріп жатқан оқушылар, менің ақтықтарым бар ішінде. Сендерге байрамдарың құтты болсын деймін, дендерің сау болсын. Мектептеріңе, ұстаздарыңа алғыс әкелетін оқушылар болып жетсіңдер. Жоғары оқу орындарына кіріп, үлгілі азаматтар болып жетсіңдеріңе тілектеспін. O'qituvchilarimizga bersak. O'g'il bolalar va qiz bolalar Qoraqalpoqcha raqs. Navbatda 4-A sinf o'g'il bolalar ishtirokida qozoqcha raqs. Xas yürükte sim bolmaz, xas suluda min bolmaz. Hem qarın
Endigi navbatni bitiruvchilar ishtirokida qozoqcha raqs. Dunyoda ota-ona uchun farzandning baxt va kamolini ko'rishdan ortiq quvonch bo'lmasa kerak. Hozir ana shunday tuyg'ularni his qilayotgan ota-onalarni davramiz markaziga chorlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, ota-onalar, aziz o'quvchilar. Yana bugun shunday o'quvchilar bolalarimizning bitiruv kechasiga yig'lanishib o'tirgan ekanmiz. Shu avvalambor ustozlarga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilayman. Shu maktabga hamisha kelsak, bayramga yaxshi kunlarga kelganmiz. Shu farzandim va uning qatorida bitirayotgan farzand qizlarimizga, bolalarimizga kelgusi hayotimda omad tilab qolaman. Hamisha sog' salomat yurgizlar. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Sizlarga olqishimsiz bolalarimizni ta'lim tarbiyalayapmizga olqishimsiz. Assalomu alaykum ota-onalar, ustozlar, o'quvchilar. Maktab bitiruvchilarga qutlug' bo'lsin. Qadamlarim qutlug' bo'lsin. O'quvlarga kirgizsinlar. Mana ustozlarga barcha rahmat. Hammastarimizga tabrislar qilaman. Buyuklardan ko'rma bersin. Mana alqishlarim sizlarga cheksiz ustozlarga. Bugün akıllı duruşlar bitirişini bilip vergen direktörlerine, davuşlarına, okutuşlarına verme rahmet. Bayramdan kutlu olsun. Daim mektepten keyin ulkan uyqularga tushkesinler. Hamma o'qituvchilarni sog' bo'lib, ayog'imizda omon yurginlar. Ustozlarga da ulkan alqishimizni aytamiz. Bergan bilimlaringizga rahmat.
qachon o'sha yuzlari yorug' bo'lib yurgan. Assalomu alaykum. Ustozlar, o'qishlar, barchani qutlug' bo'lsin merikalarim. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, ustozlar, o'quvchilar. Bugun 11 yillik maktabda aniqlab shahrimizga qadam bosayotgan ekansiz. Ota-onalarim qutlug' bo'lsin. Umrdagi qahramonlar. O'zlaring armon bo'lganday armonlarga yetib, yuqori o'quv o'rinlariga kirib, yerimizga, xalqimizga foydasi yetindi. Azamat және azamatçılar bo'lmaysınlar. Ömürlerin uzak, dinlerin sağ olsun. Yüzlerinin külgü eş kadar ayrılmasın. Sonlu kumrağı merikelerin kutlu olsun. Baktı, yolu cürebelerine tilektesmin. Merikelerimizin, barlıklarımızın. Және мен осы 47-ші мектеп ұстаздарының барлықтарына мыңнан бір алғыс. Басымызды иеміз, білімдеріңізге, тәрбиелеріңізге мыңнан бір алғыс. Алла разы болсын. Рахмет. Assalomu alaykum. O'quvchilar, ota-onalar, muallimlar. Xizmatlarimiz Allohdan qaytsin. Meni 11 yil tarbiya berdingizlar. Aldarimizga o'qishdi. Xudo qalasa, ulkan o'quvlarga kirib ketdik. Sizlar yorug' bo'lib. Bari o'qishlar, oliy ma'lumotli bo'lsin o'quvchilar, xudo qalasa. Muallimlarimizga. O'quvchilarni so'ng qo'ng'iroqqa kelamiz, qutlug' bo'lsin. Alloh keyin o'quvlarga tushib, keyin azamatcha bo'linglar. Barliq 47-chi maktab ustozlarina ulkan alqis aytamiz. Tarbiyali, innovatli qilib o'sib, so'ng qo'ng'iroqqa yetkazganlaringizga ulkan alqis. Rahmat. Бүгінгі бітіруге шынымен шын жүректен құттықтаймын. Үлкен оқу орындарына кіріп кетуіне тілектеспін. Assalomu alaykum ota-onalar, o'qituvchilar, o'quvchilar. Xudoyim ustozlar izlaringizga izlaz bo'lib, Xudoyim ulkan o'quv o'rinlarini egalik etib, izlaringizda sizlar qatori o'z maktabda, tag'in bir kurs o'rinlarida egallab yuraverganlar. Assalomu alaykum aziz ustozlar, davra qatnashchilari, ota-onalar. Farzandlarimiz yangi hayotga qadam qo'yayotgan ekan. Hammasini baxt tilayman. Shu o'quvchilarimiz o'quvni bitkazib, oliy o'quv yurtlarida eng yaxshi o'qishlarda o'qib, o'z yo'llarini yaxshi topib olsinlar. Ustozlarimizga ham rahmat aytaman. Hammangizga rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, yana ota-onalar, o'quvchilar. Bugungi bitiruv kechasi bayramlarim qutlug' bo'lsin. Qadamlarim o'ng bo'lsin. Kelajakda yo'llaring ochiq bo'lsin. Ansagan armonlarga yetaveringlar. Ulkan o'quv o'rinlariga kirib, bir yaxshi ish egasi bo'lib, men elga xizmat etadigan o'g'illar, qizlar bo'lib yetishsizlar. Bariga baxt tilayman, yo'llaring ochiq bo'lsin. Marhamat, sinf rahbarlar. Keling. Matkarimova, keling. Manzura Muqaddas, keling. Ritnazarova. Gulbazor opa, Fazilat, keling. 1-4-sinf o'qituvchilari hamda 5-11-sinf o'qituvchilari, ustozlari keling davramizga. Ota-onalarning adashmasam sovg'a salomlari bor ekan. Nafaqadagi ustozlarim, Kumsay opa, keling. Adashmasam shu sinfni 1-sinfdan 7-sinfgacha, adashmasam 7-sinfgacha ajoyib insonimiz bor. Nafaqadagi ustozimiz Kumsay opa, keling davramizga. Shunday ajoyib qilib tarbiyalab berganingiz uchun, aqlli, idrokli, tarbiyali, ilmli, bilimli qilib tarbiyalab berganingiz uchun tilak istaklaringiz va savob salomlaringizni marhamat olsangiz davramizga keling. Kumsay opa, keling davramizga. Marhamat. Hurmatli o'quvchilar,
Бүгінгі мерекелерің құтты болсын. 11-ші А, 11-ші Б сынып оқушыларым еді. Мына бүгін мектепті бітіріп, мектеппен қоштасқалы отырсыңдар. Осы қойып атқан қадамдарың құтты болсын. Мына алдарыңдағы емтихан бағаларға жақсы бағаларменен бітіріп, әрқайсың жоғары оқу орындарына кіріп, ертең келешекте бір үлгілі азамат, ұл қыздар болып жетсіңдер. Қайсы мектептен бітірді дегенде осы 47-ші мектептің мұғалімдерін, атын, абыройын көкке көтеретін перзент болып жетсіңдер. Ата-аналарың алдында аман жүріңдер, ата-аналарың сендердің алдарында аман жүріңдер. Осы қыздарына қандай үміт күткен болсаңдар, осы үміттеріңді ақтайтындар. Бұл қыз болсын, дендерің сау болсын, көрген жерде қол алысып жүретін бұл қыздардың болыңдар құлайын. Rahmat kattakon ustozimiz mana shu 11-chi A sinfni qo'lidan qalam ushlatgan, sonlarni o'rgatgan, sanashni, chizishni, harflarni, qo'shilishni, ayrishni o'rgatgan ustozimiz ajoyib insonimiz bor. Hozir ham bizda ishlaydi. Xudo xolasa nafaqaga chiqqanlar bizda ketish yo'q. Nasib qilsa Mo'ltirapa keling marhamat davramizga. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, qonaqlar, ota-onalar, o'quvchilar. Bugungi mereke bäringizge qutlu bo'lsin. Men ko'rishim ota-onalarni aldaringizdagi bolalarimiz amon sog' bitirib ekan, qutlu bo'laversin, aldaringizda sog' yursin, o'quvlarga kirib ketsin. Kasbdoshlarimga, o'sha maktabda ustozlarning bärine ming alqış aytaman. Sizlerin terbiyelerinizden, sizlerin benim bergen neticesinde o dereceye yetip ketipti. Bundan o'quvchilarimga aytатын tilagim, sizlarga barliq aqjol tilayman, sürünbey o'tdinglar. Examenderde aman sog' bitirib o'quvlarga kirib ketdinglar. Hali ko'z oldingizda kichkintoy bo'lib turgan bola. Aqjol tilayman. Rahmat kattakon. Ustoz otangdek ulug' degan naql bor bizda. Hozir 11-chi A sinf va 11-chi B sinfning rahbarlari mana necha kundirki kecha kunduz oilasidan uzoqda jonini jahonga jabborga berib o'quvchilarni chiroyli o'tishlari uchun o'zlarining xizmatlarini ayamasdan yelib yugurib yurgan ustozlarimiz, ajoyib ustozlarimiz bor. Agar ruxsat bersangiz o'shalarga tilaklarini eshitsak, qo'llab-quvvatlab turamiz o'g'il qizlarimiz. Assalomu alaykum. Sizlarga kelishakka o'quvlarimizga tabrik qilaman. Shaxsiy qo'llanmalarni ko'paytirib 11-chi B sinfning rahbari Matkarimova Manzura. Tilak istaklaringiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar, ustozlar. Hammangizni bugungi bayram bilan tabriklayman. Shu mana o'qishlarim, qarindoshlarim o'qishni bitirib, doim yo'llarimiz ochiq bo'lsin, doim. Hammamiz o'qishga kirib, quvonib o'tiramiz. Hammangizga baxt, saodat tilayman. Katta shu umrga qadam qo'yib o'tish qadamlaringiz qutlug' bo'lsin. Umrda hech qachon qaqilmang. Har doim yuzingizdan kulgi, labingizdan tabassum arimasin. Ota-onalardan tabriklayman. Bolalaringizni katta qadamga yo'l qo'yib o'tirishi. Nelaringizda aqliydi degan umiddaman. Qalbimizdagi. Shu tabriklayman. Hurmatli o'quvchilarim, mening o'quvchilarimning qatorida yana o'qishim bor edi. Endi Xudodan umid Xudoga kerak shart. O'sha gezakda bir minut men ikki o'qishimni eslab o'tsak.
Nurgul men Merbek'te. Hammamiz bir daqiqa sukut saqlasak, Allohning ruhi shod bo'lsin. Bugungi kunga qadar bizda yo'q. Son uchun bir minut sukut saqlaymiz. Allohimga kerak chiqar shu farzandlarimizni oldi. Ilohim o'rnini to'ldirsin, izi ko'paysin. Allohga shukr, o'rnini to'ldirib o'tiribdi. Izi ko'payib o'tiribdi. Haqiqatdan ham bittasi o'zimning farzandim edi. Hozir shunday og'ir vaziyatda turibman. Buni faqat ona bo'lgan inson his qiladi menimcha. Shu qatorda o'zim ham tilagim farzandlarim, bularni hamisha o'g'illarim, qizlarim deganman, chunki shularni ko'rsam Merbek ko'z oldimda gavdalanadi. Qizlarim, o'g'illarim, ilohim hamisha yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Kelgusi o'qishlaringizda Allohimning o'zi sizlarni qo'llasin. Ilohim shu qaysi maktabning o'quvchisi, kimning tarbiyalagan o'quvchisi degan paytda To'rtko'l tumanidagi 47-maktabning o'quvchilari deb ilohim hamisha yuzingiz yorug' bo'lib, martabangiz baland bo'lib, faqat yuqori cho'qqilarni, faqat yuqori natijalarni yaxshi o'quv yurtlariga kirib, yaxshi kasb egalari bo'lishingizni Alloh taolam o'zi nasib qilsin. Hurmatli ota-onalar, mana siylab kelib o'tiribsiz, Allohim sizlarni siylasin, Xudoyim. Ilohim shu farzandlaringizni yuzlari yorug' bo'lib, hamisha faxrlanadigan ona bo'lishingizni, faxrlanadigan ota bo'lishlaringizni Allohimdan so'rab qolaman. Hammangizga rahmat kattakon. Va nihoyat hayajonli daqiqalar. So'nggi qo'ng'iroq sadolari ostida bitiruvchilarimizni kuzatib qo'yamiz. Shodliklarim cheksiz, biroq ayriliqdir og'irroq. Yuraklarga larza solar hayhot so'nggi qo'ng'iroq. Eng chalguvchi qo'ng'iroqni chala qolgin jo'shqinroq. Qayda bo'lsak, esda bo'lsin har on so'nggi qo'ng'iroq. So'nggi qo'ng'iroqni chalish uchun 11-sinf o'quvchisi va 1-sinf o'quvchilarini taklif qilamiz.
okutaşlarım kayda bolsa da aman bolsun, yukarı okul orunlarına kirip, gelecekte bir жақсы оқымышты, елге пайдасы тиетін ұл қыздар болып жеткізе берсін, соның тілегіне де тілектеспін. Ilahi amin. Hurmatli o'quvchilarimizga densoqlig'ingiz bo'lsin. Umidi eshitib bo'lmaysiz. O'zingiz armondaganday bu o'rniga kirib, azamat bu qizlarni yetishtirishga yetkazsin. Rahmat kattakan. Ilohim shu yil kamida 70-80% oliy ta'limga kirish nasib qilsin. Kelgan mehmonlarga kattakan rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr. Fotosessiya 11-klasslar uchun qolganlar darsga. Cannana ey yara Turan kullandı zili Okşattın mı cayrana Aşıklar kolaylangan Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман Қарамасаң ойраман Aşıklar көп айланған Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң таярман Қарамасаң байраман Көрдім қалдым хайрана Мәккар жаннан айара Туран құланды зелі Жабысқан сен жайрана Gördün kaldın hayrana Mekrim canına ey yara Turan yelinin şok
Haji Nasimov. Telegram'dagi Dilnavo Music kanalı. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Много
Hey,